Hurmatli kuzatuvchilar, yo'l yuzidan do'kon qidirib yurgan biznesmen akalarimiz uchun zo'r variant chiqdi. Lola Qumqo'rg'on svetoforning tagida yoki Al-Xorazmiy maktabining shundoqqina yonida mana shunaqa ikkita bir xil do'konimiz sotuvga qo'yildi. Yoki bunga qo'shimcha mana bu tarafda podval qismlari ham mavjud. Video obzorni oxirigacha ko'rib tursangiz, to'liq ma'lumot beramiz. Hozir do'konimiz obzorini birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana shu ko'rib turgan do'koninglar hozir ikkita do'kon bitta bo'lib turibdi. Buni o'rtasidan bo'lib ham xarid qilishingiz mumkin yoki ikkitasini bitta qilib ham xarid qilishingiz mumkin. Ushbu do'konimiz umumiy kvadrati 68 kvadrat metr bo'ladi. Xohlasangiz 2 ga bo'lib 34 kvadratdan ham xarid qilishingiz mumkin. Endi podval qismimizning obzoriga o'tamiz. Al-Xorazmiy maktabimiz mana bu yerga to'g'ri keladi va podval qismimiz mana bu yerda joylashgan. Ushbu ko'rib turgan podval qismingiz umumiy kvadrati 92 kvadrat metr bo'ladi va buni yonida yana bitta qo'shimcha 32 kvadrat metrli yana bitta joyimiz mavjud. Ushbu do'konlarimizda kommunallari keladigan bo'lsak, suv svetdan umuman muammo yo'q, kanalizasiya ham bor ekan. Narxlari keladigan bo'lsak, mana shu do'konlarimizni 1 kvadrat metri $750 dan va bu tarafda ko'rib o'tgan podval qismingiz $299 dan qilib beriladi. Egalar nomerlarini video ostida qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Namangan uy-joy kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang.